Sharq Turkiston xalqining beshidagi fojia va baloyi ofat kun sayin kuchaymoqda. Xitoy kommunistlarining Sharq Turkistondagi atalmış tarbiyalash markazlari nomidagi turmalari to'lib ketganligi uchun maktab, masjid qatorliq joylarning hammasi lager va turmalarga o'zgartirilmoqda. Dajuyan Torning 23-sentyabrdagi xabariga asoslanganda Xitoy tajovuzlari Sharq Turkistonda ta'sis qilingan yig'ilish lagerlarini xalqaro jamiyatning oldida inkor qilayotgan bir vaqtda lagerlar jiddiy shaklda bo'shatilmoqda. Xitoydagi bir turma xodimining Dajuyan Toriga aytishicha, lagerlarga solangan 5000 kishi Xilonjang o'lkasining Taylay shahridagi turmalarga yetkazilgan. Ularning salohiyatini bildiradigan hech qanday bir kimlik yo'q bo'lib, faqat Shinjonglik mahbus deb yozilgan. Amallik saqlag'uvchi va saqchilardan buning oshkorlashga bo'lmaydigan davlat maxfiyatligi ekanligi haqida kafolatnomaga qo'l qo'yish talab qilingan. Amerika Energiya uchur idorasining bayonotiga asoslanganda, bu yilning oldingi 6 oyida Amerika eng ko'p xam neft eksport qilgan davlat Xitoy bo'lgan. Bu mezgilda Amerikaning kunlik o'tirish xam neft eksportining 1.800.000 silindr bak bo'lganligi, buning taxminan 378.000 silindr to'ngini Xitoy setib olgan. İran prezidenti Ruhani Trumpning posiyasining hech umid bermaganligini aytdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 73. navbatlik cho'ng yig'iniga qatnashish uchun Nyu-Yorkka kelgan İran prezidenti Ruhani Amerika taratquchilarining mas'ullari bilan o'tkazgan yig'inda yadro munozaralari haqida to'xtaldi. Amerika prezidenti Trump bilan ko'rishish masalasida İran bilan Shimoliy Koreyaning bir-biriga o'xshatilishining muvofiq bo'lmaydiganligini bildirdi. Hamda Trumpning muhim bir kelishimdan hech qanday sabab ko'rsatmasdan chekinganligini, İran xalqiga embargo orqali tahdid solganligini, ichki ishlarga aralashganligini ta'kidlab, ularning asalli ko'z yumadigan ishlar emasligini aytdi. Avstraliya Rossiyaning S-300 tipli havo mudofaa sistemasini yo'q qilishga uringanligini aytdi. Rossiyalik harbiy mutaxassis Korochenko Rossiyaning Suriyaga S-300 tipli havo mudofaa sistemasini yetkazganda va topshirganda bexatarlik tadbiri olish kerakligini ogohlantirdi. U Avstraliyaning Rossiyaning Suriyadagi havo mudofaa sistemasini yo'q qilish uchun harakat qilayotganligini aytdi.